Sadoqatli qonuni. Sadoqatli qonuni bu biz kimgadir yoki nimagadir sadoqatli bo'lishimiz. Ya'ni insonlar ko'p holatlarda ota-onasining hayotlarini, ssenariylarini ongsiz ravishda takrorlab yashashi. O'g'il bola ko'proq adasini yoki dadasini hayotini takrorlaydi. Qiz bola esa onasini yoki buvisini hayotini, ssenariylarini takrorlaydi. Misol uchun, qiz bola onasini g'amgin, baxtsiz, stressda, kuchsiz, orzulariga erishmagan, nolishlarda, yolg'izlikda ko'rib o'sgan bo'lsa, ongsiz ravishda onasini hayotini takrorlab yashaydi. Bu holatda sadoqatli qonuni ishga tushgan deb hisoblanadi. Agar teskarisi bo'lsa, ya'ni qiz bola onasini baxtli, xursand, orzulariga erishgan, kuchli ko'rib o'sgan bo'lsa, bu holatlarda ham onasini hayotini, ssenariylarini takrorlashi mumkin. Endi bugungi kuningizgacha yashab o'tgan hayotingizga e'tibor bering va hayotingizni qaysi holatlarini onangiz yoki adangiz orqasidan takrorlayotganingizni bitta daftarga yozib chiqing. Yozib bo'lganingizdan keyin sadoqatli qonuni bilan ishlash uchun trenajyorni bajarishga o'tishingiz mumkin.